Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar. Axborot 24 dasturi bilan studiyada Xulkar Borinova. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Butunjahon suzish federatsiyasi rahbari, Osiyo Olimpiya kengashi bosh direktori Husayn Al-Musallam va Milliy olimpiya qo'mitalari assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Shayx Javan bin Hamad Al-Soniyni qabul qildi. Muloqotda sport sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish, olimpiya harakatini qo'llab-quvvatlash, mamlakatimizda professional va ommaviy sportni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuv avvalida Shayx Javan bin Hamad Al-Soniy O'zbekiston yetakchisiga Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al-Soniyning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Ushbu xalqaro sport tashkilotlari bilan amaliy hamkorlik yuksak darajaga ko'tarilgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Butunjahon suzish federatsiyasi bilan sheriklikni mustahkamlash, mutaxassislar tayyorlash bo'yicha dasturlarni amalga oshirish, shuningdek O'zbekistonda suv sporti turlari uchun zamonaviy va hammabob infratuzilma yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Mamlakatimizda yirik xalqaro musobaqalar, Osiyo Olimpiya kengashi assambleyasi yig'ilishi va Osiyo qo'mitalari assotsiatsiyasining yirik tadbirlarini o'tkazish masalalari ham muhokama qilindi. I'm very happy to be in Tashkent and met His Excellency the President of the Republic of Uzbekistan. Men Toshkentda bo'lishimdan va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashganimdan juda xursandman. Sizning prezidentingiz Milliy olimpiya qo'mitasiga ham rahbarlik qiladi. Biz Jahon suv sport federatsiyasi va O'zbekistonda mazkur sport turini rivojlantirish masalalarini muhokama qildik. Mamlakatda ko'plab basseynlar, ko'llar va daryolar bor. Bular yaxshi imkoniyatdir. Eng muhimi, biz har bir bola bog'cha yoki maktabning bosh sinflaridanoq suzishni o'rganishi kerakligi haqida gaplashdik. Bu avvalo xavfsizlik uchun zarur. Suza olish inson hayoti va sog'lig'i uchun muhim. Suzish bolalar uchun juda manfaatli. U egiluvchanlikni, kuchni rivojlantiradi, yurakni mustahkamlaydi. Bu birinchi dasturimiz. Ikkinchi dastur esa O'zbekistondan suzish va boshqa suv sport turlari bo'yicha jahon chempionlarini tarbiyalash uchun qanday sharoit yaratish kerak. Buning uchun tajribali mutaxassislar, zamonaviy murabbiylar tayyorlash tizimi va yangi texnologiyalar lozim. Bu borada Jahon federatsiyasi yordam berishi mumkin. O'zbekistonda basseynlar, sportchilar va murabbiylar bor. Faqatgina yangi yondashuvlar va zamonaviy jihozlar yetishmaydi. Biz kelajakka oid rejalar haqida ham gaplashdik. 2026-yilda Ipak yo'li formatidagi suv sport turlari bo'yicha Jahon Kubogi loyihasini boshlash rejalashtirilgan. Nima uchun aynan Ipak yo'li? Chunki Osiyo madaniyat va tarixga boy. Ipak yo'li esa shu boylikning ramzi. O'zbekiston orqali ko'plab tarixiy shaharlar o'tgan. Ushbu kubokni Ipak yo'li yo'nalishida joylashgan 3 ta davlatda, Xitoydan Turkiyagacha o'tkazish taklif etilyapti. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun Osiyoda sportni rivojlantirishga xizmat qiladi. Uchinchi muhim mavzu Osiyo Olimpiya kengashi bilan hamkorlik. Men 1992-yildan buyon O'zbekistonga kelib turaman va mamlakat sport rivojiga qanchalik ahamiyat qaratayotganini ko'rib kelaman. Eng muhimi, prezidentning o'zi bu jarayonda faol ishtirok etadi va olimpiya harakatini qo'llab-quvvatlaydi. Biz Parij olimpiadasidagi yuqori natijalar va o'smirlar futbol terma jamoasining Osiyodagi yutuqlari haqida gaplashdik. Bu tasodif emas, balki katta mehnat natijasidir. O'zbekiston Osiyodagi yetakchi sport mamlakatlaridan biriga aylanmoqda. Mamlakatda zamonaviy sport shaharchalari qurilmoqda va biz ulardan qanday samarali foydalanish haqida fikr almashdik. Parijdagi natijalar o'zini o'zi tasdiqlaydi. Ba'zi mamlakatlarda katta byudjet va aholi soni bor, lekin bunday yutuqqa erisha olishmagan. Bu prezidentning e'tibori va mehnatining samarasidir. U faqat davlat rahbari emas, balki Olimpiya qo'mitasini ham shaxsan boshqaradi. Bu yoshlar uchun juda yaxshi namuna, chunki aynan yoshlar bizning kelajagimiz. Sport esa sog'lom va ijobiy jamiyatni tarbiyalaydi.